Erimga yetishlariga qo'y bermasdim. O'sha kuni ozginadan ichgandik. Kutmagan paytim yechib yubordi, sholp etib osilib qoldi erim ko'rib. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana men Bonushka hikoyalari kanalidaman. Bugun sizlarga yurakni ezuvchi, lekin hayotiy bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu hikoya bir ayolning sirlarga to'la taqdiri, sevgi va og'riq orasidagi kurashi haqida. Videoni oxirigacha tomosha qiling va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Yangi hikoyalardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Men har doim o'zimni boshqalardan biroz farqli his qilardim. Bolaligimdan oynaga qaraganimda ko'zimda qiz bolaning orzusi porlardi, lekin jamiyat menga ogil bola deb qarardi. Bu tuyg'uni so'z bilan tushuntirish qiyin. Har kuni o'zingni boshqa tanada yashayotgandek his qilish, bu ichdan sekinasta yemiradigan og'riq. Yillar o'tib men o'zimni topish uchun kurashdim. Qochib yurishlar, yangi joylar, o'zgacha qarashlardan qochish. Bularning bari men uchun oddiy holga aylangan edi. Nihoyat universitetni tugatganimda yangi hayot boshlayman degan umidda boshqa shaharga qochdim. O'sha yerda Jamshidni uchratdim. U oddiy, samimiy, ochiqko'ngil yigit edi. Biz ish joyida tanishdik. Men ofisda dizayner edim, u esa marketing bo'limida ishlardi. Dastlabki paytlarda ko'p gaplashmasdik, lekin har kuni ko'zim unga tushardi. Uning tabassumi, e'tiborli qarashlari, yumshoq muomalasi hammasi yuragimni iliq qilardi. Bir kuni u meni kafega taklif qildi. O'sha kuni men yuragimda nimadir o'zgarganini sezdim. Balki bu ilk marta kimdir menga inson sifatida qaragani uchundir. U bilan suhbatlashish menga oson edi. Men o'zimni yashirishga hojat sezmadim, ammo eng katta sirimni ayta olmasdim. Men unga o'zim haqimda faqat tashqi ko'rinishimni, hayotimdagi ba'zi faktlarni aytdim. Ammo ichimda agar bilsachi degan savol tinchlik bermasdi. Har kuni u bilan yaqinlashgan sayin yuragimni gilt etgan qo'rquv qamrab olardi. Oradan oylar o'tdi. Biz bir-birimizga bog'landik. U menga sevgi izhor qildi. Men esa jim qoldim. Chunki sevgi sozini eshitish menga quvonch emas, og'riq keltirardi. Men uni aldayotgandek edim. Ammo yurak buyruqni tinglamaydi. Men ham uni sevib qoldim. To'y kuni yaqinlashar ekan, men necha kecha-yu kunduz o'yladim, unga haqiqatni aytaymi yoki yo'qmi? Har safar bugun aytaman derdim, lekin lablarim jim qolardi. U menga mehr bilan qarasa, yuragim qisilib ketardi. Bu mehrni men soxta haqiqat bilan qabul qilar edim. To'yimiz oddiy o'tdi, yaqin qarindoshlar, ozgina musiqa, bir-biriga mehr bilan qaragan ikki inson. U menga endi hammasi orqada, faqat baxtli bo'lamiz deganida ko'zimga yosh keldi. Men esa yuragimda faqat bitta so'zni takrorlardim: kechir meni, Jamshid. To'yimizdan keyin hayot go'yo orzudagidek boshlangan edi. Jamshid har tongda menga nonushta tayyorlab ishga jo'natardi. Uyimiz kichik, ammo mehrga to'la edi. U har kuni meni jonim deb chaqirardi. Men esa har safar shu so'zni eshitganimda yuragim titrab ketardi. Chunki men o'zimni uning joniga loyiq deb bilmasdim. Biz bir-birimizni chin dildan sevgan edik, lekin men yuragimdagi eng og'ir yukni har kuni yelkada ko'tarardim. O'sha yuk haqiqat edi. Jamshid har kecha kelib meni bagriga bosardi. Uning qo'llari iliq, nigohi samimiy edi. Ammo men u quchoqda o'zimni baxtli emas, balki aybdor his qilardim. Ba'zan o'zimga qarab o'ylardim, nega unga aytmayapman? Axir u meni sevadi-ku, balki tushunar. Lekin keyin qo'rquv bosardi. Yo'q, u meni kechirmaydi. U menga ishonadi, men esa shu ishonchni poymol qilganman. Har kuni ishda, uyda, hayotda hamma narsa joyida ko'rinar, lekin ichimda bo'shliq yiriklardi. Men Jamshid bilan film ko'rar, kulardim, lekin yuragimda har safar sovuq shamol esardi. Bir kuni u menga: "Bilasanmi, men farzand haqida o'ylayapman", dedi. Bu so'z meni qotirib qo'ydi. U davom etdi: "Hayotimiz joyida, ishim yurishib ketdi. Endi bizni bola baxtli qiladi." Men jilmaydim, ammo ichimda bir narsa sinib ketdi. Chunki bu orzu men uchun imkonsiz edi. U bilmasdi. U hali hech narsadan gumon qilmasdi. O'sha kech men uxlay olmadim. Yuragim og'rirdi. U yonimda tinch uxlar, men esa devorga qarab jim yiglardim. Har safar uning qo'li yelkama tegsa, men o'zimni yanada aybdor sezardim. Oradan oylar o'tdi.
Men sirni yashirishni o'rganib oldim, yuzimda tabassum, yuragimda esa og'riq. U bilan yashash, go'yo ikki dunyo orasida yashash edi. Ba'zan oynaga qarardim, unda baxtli ayolni ko'rardim, lekin ichimda hali ham bolalikdagi qo'rquv, sir va o'zimdan uyat yashardi. Jamshid meni har narsadan himoya qilardi, lekin men undan o'zimni himoya qila olmasdim. Chunki bir kuni u biladi, bir kuni u haqiqatni bilib menga qaray olmaydi. Bu fikr har kuni ongimda aylanar edi. Shunday kunlardan birida men telefonimni yotoqxonada qoldirib oshxonaga chiqib ketdim. Qaytganimda Jamshid stol yonida o'tirgan, rangi oqarib ketgan edi. Uning qo'lida telefonim. Yuragim bir zumda muzlab qoldi. U menga tikildi, nigohi sovuq edi. "Bu kim?" dedi u xirgoyi qilib. Ekranda eski chat ochiq edi. O'sha paytlarda men hali o'zimni ogil bola sifatida tanigan paytimdagi yozishmalar. Men jim qoldim. Yuragim urardi, lekin so'z topolmadim. U o'rnidan turdi, ko'zlarida ishonchsizlik, gazab, og'riq. "Bu hazilmi? Nima bu?" Men faqat "Jamshid, tushuntiraman" deya oldim. Ammo u qo'lini ko'tardi. "Yo'q, tushuntirma. Faqat rostini ayt. Kim eding sen?" O'sha so'zni aytish men uchun olim bilan teng edi. Ammo yashirishning endi foydasi yo'q edi. Men past ovozda dedim. "Men boshqacha edim. Men senga buni aytolmadim, chunki seni yo'qotishdan qo'rqardim." U orqaga qadam tashladi. Ko'zlari to'la og'riq. "Demak, sen meni aldagan ekansan." 1 yil davomida. Men jim edim, chunki u haq edi. Men sevganimni aldagandim. O'sha kecha hayotimdagi eng uzun kecha bo'ldi. Jamshid jim o'tirdi. So'zsiz, ko'zlari menga qadalgan, ammo u nigohda endi sevgi emas, tushunarsiz og'riq, xiyonat va hayrat aralash tuyg'u bor edi. Men so'z topolmadim. Yuragim ichkaridan qisilardi. Havo yetmasdi. U nihoyat asta so'zladi. "Nega menga aytmading? Nega o'sha paytda rostini aytmading?" Men titrab javob berdim. "Chunki men seni yo'qotishdan qo'rqdim. Men o'zimni topish uchun umr bo'yi kurashdim, lekin ilk bor kimdir meni chin dildan sevdi. Men bu sevgini yo'qotgim kelmadi." Jamshid boshini chayqadi. "Ammo bu sevgi yolg'onga qurilgan." Shu so'z yuragimni oqday teshib o'tdi. Ha, u haq edi. Men unga haqiqatni aytmaganim bilan, u meni chin dildan sevgan edi. Men esa uni haqiqatdan himoya qilaman deb o'ylab aslida og'riqqa mahkum qilgan edim. U tunda u uydan chiqib ketdi. Eshik yopilganida ichimda bir narsa sinib ketdi. Men jim o'tirdim. U yo'q edi. Qadam tovushi yo'q, so'z yo'q, issiq nigoh yo'q. Faqat jimlik. Oradan kunlar o'tdi. U qaytmadi. Men har kuni oynaga qaradim. Avvallari o'sha oynada ayolni ko'rardim. Endi esa o'sha yuzda charchoq, pushaymonlik va iztirobni ko'rardim. Jamshid menga hech narsa yozmadi. Faqat bir kuni xabar keldi. "Men seni kechiraman, lekin endi davom eta olmayman. Men seni sevgan edim, lekin endi bu sevgi og'riqqa aylangan." Shu so'zlarni o'qiganimda dunyo to'xtab qolgandek tuyuldi. Men javob yozmadim, chunki endi so'zning foydasi yo'q edi. Oradan oylar o'tdi. Hayot asta-sekin o'z iziga tushdi, lekin men avvalgiday inson emasdim. Ishdan keyin uyga qaytsam, jimlik kutib olar edi. O'sha jimlik menga har kuni eslatardi. Baxt ba'zan haqiqatni yashirishda emas, uni aytishga jur'at topishda ekan. Men o'sha paytda sevgi nimani anglatishini yanada chuqurroq tushundim. Sevgi bu faqat birga bo'lish emas. Bu kimnidir og'ritmaslik uchun o'zingni yo'qotish xavfini olsa ham rostini aytishdir. Men o'zimni asta-sekin kechirdim. Bu oson emasdi. Har kuni ichimdan men kimman degan savol o'tar, lekin endi u savol menga og'riq bermasdi. Chunki men javobni topgan edim. Men oddiy insonman. Xatolari, og'rigi, sevgisi va kechirimi bilan to'la inson.